Qoraqalpog'iston deganda avvalo ko'z oldimizga nimalar keladi? Chilpiq qal'asining xayolot bag'rida cho'kkan devorlari, qadimiy Xorazmning muhtasham xotiralari, Orol dengizining jimjit sukunati, bepoyon dashlar, shamolda buz to'lqindek silkingan saksovullar va albatta xalq tilidan tushmagan bag'rikeng mehmondo'stlik. Bu zamin tarix va tabiat tutashgan hudud. Uning har bir qadam tashlangan joyi afsona, har bir yoni yangi imkoniyatdir. Xo'sh, agar sizga bu betakror zaminga safar qilish imkoni berilsa, sayohatingizni qayerdan boshlar edingiz? Orol fojiasi haqida teran mulohazalardanmi yoki Ellik qal'a, Nukus, Mo'ynoq kabi jonli tarix sahifalaridan? Balki qo'shiqday chorlaydigan dashlar va ko'chmanchi madaniyatning ko'hna na'rasi sizni jalb qilar. Bugun Qoraqalpog'iston sayyohlar uchun yanada yaqinlashmoqda. Muzeylar, tarixiy obidalar, tabiiy go'zalliklar barchasi o'z navbatida sayyohlarni jalb etmoqda. Respublikada 288 ta madaniy meros va ziyorat obyekti ro'yxatdan o'tkazilgan. Ular orasida Savitskiy muzeyi, Chilpiq yodgorligi, Ayoz va Tuproq qal'a kabi diqqatga sazovor joylar mavjud. Hurmatli prezidentimiz hududlarda turizm salohiyatini yanada yaxshilash va xorijiy sheriklar bilan investitsion loyihalarni ishlab chiqish bo'yicha selektor yig'ilishini o'tkazdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi ham o'ziga xos turistik salohiyatga ega hudud hisoblanadi. Ushbu hududda ham 2024-yilda 200 mingdan oslam chet ellik turistlar tashrif buyurgan bo'lib, 30 millionga yaqin turizm eksporti xizmatlari ko'rsatilgan. Shuning bilan birgalikda Qoraqalpog'istonda 100 dan ko'p joylashtirish vositalari mavjud bo'lib, 3000 ga yaqin o'rinlar mavjud. Davlat muzeylarimiz, Savitskiy nomidagi san'at muzeyi, Orol tarixi davlat muzeyi, shuningdek Ellik qal'a tumanidagi muzeylarimiz ko'proq shu chet ellik turistlarimizni o'ziga jalb qilmoqda. Bugungi kunda shu Qoraqalpog'istonda ham shu asosiy ziyoratgohlarni boradigan yo'llari davlatimiz tomonidan mablag'lar ajratilib 2024-yilda amalga oshirilgan. 37 ta investitsiya loyihalari bo'lib, 200 milliarddan oshiq bo'lgan investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Bular asosan mehmonxonalar, shu Orol bo'yida turistik komplekslar qurish, xalqaro avtomobil yo'llar bo'yidagi servis xizmatlarini tashkil qilish bo'yicha loyihalar amalga oshirilmoqda. O'tgan hafta Nukus shahrida ko'tarinki ruhda o'tkazilgan Orol madaniyati sammiti Orol muammosiga keng jamoatchilik e'tiborini qaratish bilan birga xorijiy hamkorlarning mintaqamizga qiziqishini oshirish va ayniqsa turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etdi. 2018-yilda bor yo'g'i 18 ta joylashtirish o'rniga ega bo'lgan Qoraqalpog'istonda bugungi kunda 100 dan ortiq obyekt faoliyat yuritmoqda. Hozirgi kunda umumiy qiymati 988 milliard so'm bo'lgan 46 ta turizm loyihasi ustida amaliy ishlar olib borilmoqda. 2025-2026 yillarda xorijiy sarmoya hissasida 57,5 million dollarlik 5 ta loyiha amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Hozirda Qoraqalpog'istonda Ellik qal'a, Mo'ynoq, Taxtako'pir tumanlari bo'yicha dasturlar tayyorlanmoqda. Ushbu hududlarni turizm salohiyatidan foydalangan holda ushbu joylardagi infratuzilmani yaxshilash, mehmonxona, mehmon uylarini ko'paytirish, kapsula uylarini tashkil qilish bo'yicha topshiriqlar berilmoqda. Hozirda Aqchako'l bo'yida hostellar va ovqatlanish joylari, shuning bilan birga Taxtako'pir tumanidagi Qarateren ko'li bo'yida shu mehmonlarni kutib olish uchun joylashtirish vositalari va ovqatlanish joylari shu ko'l bo'yida tashkil qilingan, har xil ko'ngilochar tadbirlarni o'tkazish joylari mavjud. Mo'ynoq tumanida ham Orol dengizi bo'yida shu yangi mehmonxona va yurt va lagerlar shu tashkil qilinmoqda. Infratuzilmada muhim o'zgarishlar yuz berishi kutilyapti. Nukus xalqaro aeroportini rekonstruksiya qilish maqsadida Xitoyning 40 yillik tajribaga ega KAIK kompaniyasi bilan hamkorlikda davlat xususiy sheriklik asosida 50 million dollarlik loyiha boshlangan. Bu orqali 5 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. 2023-yilda 118 ming xorijiy sayyoh kelgan bo'lsa, 2025-yilda bu raqam 3.4 barobar oshirilib, 400 ming nafarga yetkaziladi. 600 million dollarlik turizm eksporti amalga oshiriladi. Qoraqalpog'istonda etnoturizm, gastronomik turizm, tibbiy turizm, ekstremal turizm va
agroturizmni ham rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Bu esa hududning tabiiy va madaniy xazinalarini yanada ochib berishiga ishonch bag'ishlaydi. Xorijiy sheriklar bilan birga ishlash bo'yicha ham Qoraqalpog'istonda shu Germaniya xalqaro hamkorlik tashkiloti bilan birgalikda har xil seminar, treninglar va targ'ibot materiallari, shu Germaniya davlatlarida o'tkaziladigan xalqaro turistik ko'rgazmalarga birgalikda qatnashda birgalikda ishlar olib borilmoqda. Shuning bilan birgalikda Koreya Respublikasi bilan endi boshlanmoqda loyihalar turizm sohasida kadrlarni tayyorlash bo'yicha birgalikda ishlash bo'yicha ham loyihalar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda Qoraqalpog'istonga ham reja belgilab olganmiz. 2025-yilda 2 million 600 mingga yaqin ichki turizm bo'yicha sayohatlarni tashkil qilish bo'yicha rejalarni belgilab olganmiz. Bunda asosan shu O'zbekistondagi nafaqat shu Xorazm, Buxoro, Samarqand viloyatlariga, balki Termiz, Qarshi, Toshkent viloyatlariga, Toshkent shaharlariga shu sayohatlarni tashkil qilish bo'yicha hozirgi kunda hududimizda 70 ga yaqin tur operatorlar faoliyat yuritmoqda. Ular o'zlarining marsrutlariga shu kiritib olgan. Shuning bilan birgalikda hududimizdagi ziyoratgohlarga, Mo'ynoq tumaniga va hududimizdagi davlat muzeylariga, ziyoratgoh va madaniy meros obyektlarimizga ham har xil yo'nalishdagi turistik marshrutlar ishlab chiqilgan bo'lib, sayohatlar tashkil qilinmoqda. Mo'ynoq va boshqa tumanlarda orol baliqlaridan 99 xil taom xalqaro gastronomik festival o'tkazib kelinmoqda. Bu orqali nafaqat milliy taomlar, balki mahalliy turizmga bo'lgan e'tibor ham oshishiga yordam beradi. Hozircha yo'llar, mehmonxonalar, dam olish maskanlari va ko'ngilochar obyektlar soni yetarli emas, lekin bu kamchilik aniq maqsadga aylandi. Turizm infratuzilmasini yaxshilash, yangi turistik obyektlarni barpo etish va ularni xalqaro standartlarga moslashtirish orqali Qoraqalpog'iston ko'zlangan yuqori pog'onaga ko'tarilishi mumkin. Eng muhim jihati bu yerdagi insonlar, ularning tabiatiga o'xshagan keng, shamolga o'xshagan so'zsiz, lekin mehr bilan to'lgan insonlarni ko'rasiz. Mahalliy aholini turizm sohasiga faol jalb qilish, tayyorlov kurslari va malaka oshirish orqali hududda sayyohlar uchun qulay, samimiy muhit yaratish bugungi rejalarning ajralmas qismiga aylangan. Azamat To'rikiyev, Chimboy tumanidagi mashhur qora uy, o'tov ustasi va tadbirkor. Uning ustaxonasi milliy hunarmandchilik an'analarini saqlab qolish va rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Azamat To'rikiyev otasi O'tibay To'rikiyevdan qora uy yasash sirlarini o'rgangan. Hozirda u 30 nafarga yaqin ishchi bilan birga ishlab, 8 nafar shogirdga hunar o'rgatmoqda. Ustaxonada ayollar chiy to'qish, kigiz bosish bilan shug'ullanadi. Boshqa ustalar esa eshik va boshqa qismlarni tayyorlaydi. Bitta qora uyni tayyorlash uchun yog'och 20 marta qo'ldan qo'lga o'tadi. Qora uylar 6 dan 30 qanotgacha bo'lib, 6 qanotli uyning aylanasi 5.3 metr. 8 qanotli uyning aylanasi esa 6.3 metrni tashkil etadi. Bunday uylar yozda salqin, qishda issiq bo'lib, ekologik toza materiallardan yasaladi. Azamat To'rikiyev ustaxonasi yonida milliy uy ro'zg'or buyumlari, qora uy yasashda ishlatiladigan an'anaviy materiallar va asbob-uskunalarni namoyish etuvchi muzey tashkil etgan. Bu muzey mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun qiziqarli manzil hisoblanadi. Azamat To'rikiyev ustoz shogird an'anasini davom ettirib yoshlarga hunar o'rgatmoqda. Uning ustaxonasida har kuni ish qizg'in bo'lib, buyurtmalarni o'z vaqtida tayyorlashga alohida e'tibor qaratiladi. Uning faoliyati Qoraqalpog'istondagi hunarmandchilikni saqlash va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ustaxonamizni 2024-yili avgust oyidan boshlab ishga qo'shdik. Hozir kunimizda ko'plagan bolalarimizni жұмыспен ta'minlab kelmoqdamiz. Ustaxonamizda ko'plagan ayol odamlarni, yer odamlarimizni hammasini жұмыспен ta'minlab, qara uyda kengayam zo'r dunyo yuzini tanituga o'z ulashimizni qo'shamiz. Bir qara uyimizni istish uchun 1 oy 25 kun vaqt ketadi. Hozir kunimizda bolalarimiz ko'plikdan bizlar 15 kun 20 kunda bir qara uyimizni ishlab manzilga yetkazmoqdamiz. Qara uyimizda qara talag'ashimiz bor. Qara talag'ashimizni o'qqa, keligesine foydalanamiz. Guldiruvchi ağaçlarni şang'arag'ini aq talag'ashdan foydalanamiz. Kelib o'tirgan turistlarimiz ham qara uyimizda sexlarimizni ko'radi, hamda ishlayotgan ishimizni ko'rsatamiz, hamda qara uyimizni qaytadan so'ng noldan boshlab shinab hammasini qurib ko'rsatamiz. Bunday quriladi, bunday quriladi deb. Hozir ko'p turistlarimiz juda qiziqsinib ketmoqda. Bir kelgan turistimiz yana bir 2-3 marta kelayotgan turistlarimiz bor.
Qoraqalpog'iston bu nafaqat xaritadagi bir hudud. Bu sukut bag'ridagi sado, tarix qadar qadim, kelajak qadar teran imkoniyatlar maskani. Sayohatingizni shu yerdan boshlang.